5 minutlik video qilamiz. Ko'p vaqtingizni olmayman. 5 minutlik. Ekranda Neoline 8800 Wi-Fi Black radar detektori. Demak, qaranglar. Bu radar detektori haqida hozir bermanga hozir bir daqiqa. Mana. Ko'ringlar, ko'ryaptimi? Har xil rakursdan o'zgartirib ko'rsataman. Menimcha ko'rindi. O'qoldinglar deb umid qilaman sizlarga. Endi bu radar detektorni hozir juda ham ko'p lochin deb qo'yibdi. Bitta o'chirib qo'yamiz. Ko'rasizlar hozir o'zingizlar. O'chirib qo'ydik. Neoline 8800 Wi-Fi Black. 5 minut ichida qancha mana bismillah degandan boshlandi. Necha marta pamir qolar ekan. Hozir 1 minutimiz shunchaki introga ketdi. Kirish, salomlashish, boshqa o'chirib qo'yish ko'rsatishga ketdi. To'xtatmaymiz, mayli, ruxsat emas. Общий balkim 6 minutlik video bo'lar. Marhamat. Lochinib turibdi. Ko'rasizlarmi? Yana lochin deyishiga men ko'zim yetadi. Qarab turinglar. Mana yana lochin dedi. Bu boshingizni o'rtada qanaqa hadislar bolalar bu? Men tushunmayman prosta. Shahar ichi bu. Bu sergili taraf mana. Men bu yerda lochin radari umuman yo'q. Yo'q lochin radari bu yerda. Nimaga unaqa? Men agar lochinni o'chirib qo'yib, kaskadni, kardonni hammasini o'chirib qo'ysam, unda radar detektor menga nima kerak? Endi kontrakanda yuraveraymi, nima? $230 sotib nima qilasizlar unda? To'g'risida, hammasini o'chirtirsanglar. Undan ko'ra pamexlarga himoyasini kuchli qilib beringlar. Hozir 5 minut ichida nechta olishini hozir ko'ramiz. Ancha pamex olishiga men ishonchim komil, mana qaranglar. Probkadamiz. Bilmadim kimga hozir lochinni otdi bu. Kamera, перекресток, 60. Bu yerda lochin ko'z radari yo'q. Agar kimdir lochin bor demoqchi bo'lsa, lochin bo'lsa ham birdan 5 ga chiqib ketmaydi bu pamex 100% bolalar. Boshlar olib ketmaydi uni. Sizlarda qanaqa ishlayapti? Yetadi albatta. Hozir davom etamiz yana. Yo xudo. O'tgan safar skat deganda, skat. Bo'ldi, ketdi. Aslida ketaverasizlarmi? Mana Doppler Pro Wi-Fi qo'yganda yetmas shunaqa deb. Yetmasdi, ishoninglar. Xudoga shukr, qo'yib yuboradi. Voy, yana o'sha oldimi? Ey xudo. Kimga bu bunaqa? Yana lochinda qaraylar. Xullas, bu jim bo'lmaydi bolalar. Azabiylarni yemasin. Men pasaytirib qo'ydim. Necha minutdan beri ushlab turibdi, necha minutdan beri pamex o'tdi. Hozir shu yerga Doppler Pro Wi-Fi taqamizda ko'ramiz. Qani lochin deb aytadimi yoki yo'qmi? Bu lochinni ko'rib turibdi. Ko'rib turibdi lochin deb mana. Hozir Doppler Pro Wi-Fi ko'ramiz. Qani bu lochin deb oladimi yoki yo'qmi? Menga qiziq. Mana hozir Doppler Pro Wi-Fi yo'qdim. Bu ham bir xil sharoit turibdi mana. Lekin bu lochin turibdi. Bu lochin demayapti. Nimaga lochin demayapti? Lochin o'chiq deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. Mana lochin yoniq ichidan. Yoniq turibdi lochin. Lekin lochin demayapti. Sababi bu zborkasi borku, sifatli zborkada bu. Bu 5-avlod, ya'ni oxirgi avlod bu. Buni protsessori ham kuchli, pamex zashunisi ham kuchli. Shuning uchun yaxshi narsa olinglar deyman sizlarga. Bu yomon demoqchi emasman. Bu ham yaxshi, lekin bu undan yaxshi-da. Shunaqa. Bu yaxshi undan. Pamex olmaydi uncha narsaga. O'zingizlar ko'zingiz bilan ko'rdinglar. Ana qaranglar, skaner qo'yapti hozir mana. Mana animatsiyasi o'tyapti mana. Mana bunday qilsangiz, bunda ham motion kontroli bor. Bu mana lochin deb yozibdi mana.
Lekin bu bloklab ketyapti. Lekin lochin radarini yaxshi oladi bu. Biz bilamiz, juda ham uzoqdan oladi lochin radarini. Testlardan ko'rishinglar mumkin. Xolos, albatta o'zingizlardan. O'shaning uchun yaxshi radar detektor olinglar. Silverstone F1 nomer 1. 5 minutdan oshib ketdi. Haligacha mana bu qo'yvermayapti. Lekin bu nimaga olmayapti? Buni o'chiraman hozir. Buni o'chiraman. Bu oladi deb o'ylaysizmi? Olmaydi bu pamix mana. Aziz do'stim, olmaydi pamix. Ko'rdingizmi? Vaqtingizga rozi bo'ling. 5 minut emas, 6 minut vaqtingizni olamiz mana, salkam. Lekin sifatli videolar oldimizda, halol videolar oldimizda. Bu black versiyasi bo'ladi. Sizga ko'rsatdim. Bu oddiysi emas. Lochin yoniq ichidan. Bunda ham lochin yoniq. Lochin yoniq bunda ham. Shuning uchun nima desam ekan sizga? O'zingizga ma'qulni oling. Buni oling, uni oling demayman. Xulosa o'zingizdan. Masalan, menga mana bu Silverstone F1 kompaniyasining Doppler Pro Wi-Fi radar detektorlari yoqadi. Bundan ancha aqlli, tushuninglar. Bitta proshka bilan butun SNG bo'yicha yurishinglar mumkin. Bunda bitta proshka faqat O'zbekistonda yurasiz. Rossiyada yura olmaysiz, boshqa joylarda yura olmaysiz. Rossiya uchun Rossiyaning proshkasini urishingiz kerak. Bunda esa O'zbekistonning proshkasini bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Tojikiston bo'ladimi, kirtirib stranani o'zgartirasiz, ovozi ham o'zgaradi. O'zbekcha ham shu yerda o'zidan o'zgaradi, ruscha ham o'zgaradi. Xullas, zo'r radar detektor. Mashina maslahat beraman. Do'stim, pulingizgacha mana shu radar detektor oling-da. Mazza qilib ishlating. Sizga yoqadimi? Javob, xudo xolis, katta gapirishamiz-ku. Yoqadi sizga shu. Ekrani ham katta, qarang, sochni displey. Chiroyli radar detektor. Ishoninglar bolalar gapimga. Mana qaranglar. Dizaynni ko'rasizlarmi? Ko'rmaganlar bo'lsa ko'rib olinglar. Ajoyib radar detektor. Shuni oling, mazza pishirasiz. Hammaga omad.